Şərqi Türkiyədə yaşayotgan 20 yoshlik o'quvchi Nafisa O'g'uzning tutqundagi tog'isi haqidagi 4 xil tildagi bayonoti ijtimoiy va rasmiy axborotlarda e'lon qilingandan keyin Xitoy taraf Nafisaning savollariga inkos qaytarishga majbur bo'lgan. Nafisaga dastlabda aldash pozitsiyasini tutgan elchixona 3-oydan keyin tog'isi Olim Abdukerimning turmada jazo o'tayotganligini bildirgan va Nafisaga o'zlarini qayta izlamaslikni aytib, telefonni qo'pollik bilan qo'yib o'tgan. Kesim yilni 10 necha yil deb mujmal uqtirgan elchixona kesilish sababi haqida hech qanday ma'lumot bermagan. Nafisaning g'ayri rasmiy manbalardan yana o'qishcha, Olim Abdukerim Korli turmusida jazo o'tayotgan bo'lib, davlat bexatarligiga xavf yetkazish bilan ayblanib, 17 yillik kesib etilgan. Deyilishicha, Nafisa O'g'uz ahvolni xalqaro axborotlarga oshkorlagandan keyin ularning yurti Payzvat Mishadagi urug' tuqqanlari yerlik saqchi xodimlari tarafidan so'roqqa tortilgan va belgilik avorchilik uchirgan. Xitoy yaqinqi yillardan buyon Sharqi Turkistondagi Uyg'ur o'smirlarga ijro qilayotgan qirg'inchilik, assimilyatsiya jinoyatini Tibet o'smirlarga o'xshamagan darajada ijro qilmoqda. Amerika tashqi ishlar to'rining 28 noyabr xabar qilishicha, Xitoyning Sharqi Turkiston xalqiga qarshi rahimsizlarcha ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik siyosati yaqinqi yillardan buyon xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'agan bo'lib, kishilik huquq tashkilotlari har xil vositalar bilan tekshirish orqali Xitoyning necha million Sharqi Turkiston xalqini jazo lagerida sistemalik tutib turayotganligini, Xitoyning buningdagi maqsadining Uyg'ur madaniyati va islom e'tiqodini bostirish orqali yo'qotishga urinayotganligini oshkorlagan edi. Xitoy yaqinda yana Uyg'urlarga ijro qilgan bostirish tadbirlarini Tibet xalqiga o'xshamagan darajada ijro qilishga boshlagan bo'lib, Tibet o'smirlarini yotoqli maktablarga majburiy so'lagan. Xitoy bilan Angliyaning mushkiyiq diplomatiyasi oxirlashdi. 2 gigant mushkiyiq 12 yil turgan Angliya bilan xo'shlashdi. Yangon va Tiantiandan iborat 2 mushkiyiq 30 noyabr payshanba kuni Edinburg hayvonotlar bog'chisida ziyoratchilar bilan ko'rishgan bo'lib, orqadan ular Xitoyga qaytarilish uchun qafaslarga solingan. Xitoy 12 yil burun diplomatik sovg'at sifatida Angliyaga evatgan bu mushkiyiqlar bir necha haftadan buyon qafasga ko'ndirilmoqda ekan. Xitoy Davlat Mudofaa Ministrligining bayonotchisi Wu Qianning aytishicha, Xitoy davlatining 3-aviamatkasi bo'lgan Fujian nomli aviamatkani dengizga chiqarish siniqi ilib berilmoqda ekan. Bayonotchi payshanba kuni o'tkazilgan muxbirlarning kutilish yig'inida aviamatkaning taraqqiyotining planlangan vaqt bo'yicha ilgarilayotganligini aytgan. İsrail armiyasi G'azza rayonidan etilgan raketalarga qarshi qo'zg'atilgan temir gumbaz, havo mudofaa sistemasidan etilgan boshqarilgan bombalarning İsrailning o'tir qismiga tushganligi haqidagi rasmlar o'tirga chiqqandan keyin tekshirish boshlanganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan Angliya doiralari mahbuslarning qo'yib berilishini qo'llash va İsrailni axborot bilan ta'minlash uchun G'azza ustidan ko'zitish uchishi ilib berayotganligini e'lon qildi.